Respublikasi Mudofaa vazirligi harbiy xizmatchilaridan tuzilgan yurtimiz jamoasi bu yil ham Shohsupaning eng yuqori pog'onasidan o'rin egalladi. Dunyoning eng ilg'or armiyalari ishtirok etadigan xalqaro musobaqada birinchi o'rinni egallash. Bu mamlakatimizda davlatimiz rahbari, qurolli kuchlarimiz oliy bosh qo'mondoni boshchiligida professional milliy armiyani barpo etish, qo'shinlarimizning jangovar salohiyatini yanada oshirish borasida amalga oshirilayotgan tizimli islohotlar, amaliy chora-tadbirlarning samarasidir. Olib borilayotgan ushbu sa'y-harakatlar natijasi 19 ta davlatdan jami 34 ta jamoani birlashtirgan jamoa ruhi musobaqasida yaqqol namoyon bo'ldi. Pokiston mezbonligidagi bellashuvlarda O'zbekiston, Amerika Qo'shma Shtatlari, Bahrayn, Belarus, Bangladesh, Saudiya Arabistoni, Marokash, Tailand, Iordaniya, Iroq, Turkiya, Maldiv orollari, Shri-Lanka, Nepal, Misr, Yaman, Malayziya va Qatar davlatlarining razvedka mutaxassislari g'oliblik uchun kurashdi. Guruhning umumiy vazifasi devor tayyorgarlik hududidan harakatni amalga oshirib va dushmanni 3 ta nuqtadan razvedka qilishdan iborat. Musobaqa shartiga ko'ra har bir jamoa umumiy hisobda 90 kilometr masofaga yurish qilishi va harakat davomida harbiy topografiya, maxsus taktik, otish, tibbiy muhandislik, aloqa tayyorgarligi, ommaviy qirg'in qurollaridan himoyalanish, artilleriya olovini to'g'irlash hamda suv to'sig'idan o'tish kabi 31 ta kutilmagan to'siqlar va test sinovlardan o'tish kerak. Yurtimiz harbiylari 90 kilometr masofaga yurish mashqida 33 soat 34 daqiqa natija bilan marraga birinchi bo'lib yetib kelishdi. Musobaqa tarixida 80 kilogrammgacha yaradorni to'liq anjom aslahalar bilan evakuatsiya qilish vazifasini bajarishda jamoalarning eng yaxshi natijasi shu paytgacha 33-50 daqiqa bo'lgan bo'lsa, vakillarimiz ushbu shartni 27 daqiqa-yu 39 soniyada tugallab, yana bir bor rekordni o'rnatishdi. O'zaro tajriba almashish, xorijiy davlatlar armiyalari o'rtasida hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qilgan jamoa ruhi musobaqasining taqdirlash marosimida so'z olganlar O'zbekiston jamoasining yuqori professional tayyorgarlikka ega ekanligini e'tirof etishdi. Yakuniy natijalarga ko'ra 97,3% natija bilan O'zbekiston Respublikasi jamoasi faxrli birinchi o'rinni egalladi. Ikkinchi o'rinni Malayziya, uchinchi o'rinni AQSh jamoasi qo'lga kiritdi. Toshkent xalqaro aeroportida yurtimiz sha'nini xalqaro maydonda munosib himoya qilgan harbiy xizmatchilarimiz, Mudofaa vazirligi mas'ul ofitserlari, harbiy xizmatchilar, g'oliblarning oila a'zolari hamda jamoatchilik vakillari tomonidan tantanali kutib olindi. O'zbekiston qurolli kuchlari askarini mahoratini ko'rsatib berdik deya olaman bemalol. Buni zamirida muhtaram prezidentimiz, qurolli kuchlar oliy bosh qo'mondoni tomonidan yaratib berilayotgan shart-sharoitlar, ishonchlari deb bilaman. Shu ishonchlar zamirida biz kuchimiz boricha, g'ayratimiz boricha harakat qilib, faxrli birinchi o'rin, ya'ni oltin medalga sazovor bo'ldik. Joriy yilda mamlakatimiz qurolli kuchlari dunyo armiyalari reytingida 5 pog'onaga yuqoriladi. Bunday ko'rsatkichlar zamirida ham mard va jasur o'g'lonlarimizning xalqaro miqyosdagi nufuzli tanlov va musobaqalarda qo'lga kiritayotgan yutuqlari muhim o'rin tutmoqda. O'zbekiston Respublikasiga sadoqat bilan xizmat qilaman.